Assalomu alaykum. Endilikda yog'och mahsulotlarini bir joyda hammasini xarid qilishingiz mumkin. Ma'ruf akam Rossiyadan barcha turdagi yog'och mahsulotlarini ulgurji, ya'ni optim va donalab sotishga tayyorlar, to'g'rimi? Shunday. Xohlagan ob'yomingizda yetkazib beradilar. Hozirda qancha kerak bo'lsa, barcha turdagi yog'ochlarimiz mavjud. Hurmatli mijozlar, bizlar bazamizda kelib tushirilgan polovoy taxtamiz bor. Listrinitsa pol. Bu narxi qimmat emas, железняк deymiz. Shu железняк mahsulotimiz listrinitsa materialidan qilgan. Bu 100% quruq material, shlifovanный. Keyin buni kачествоsi ham sasnaga qaraganda ancha baquvvatroq va ko'p yillar xizmat qiladigan materialimiz bor. Pol go'raydigan materialimiz bor. Обрешеткада reykamlarimiz bor. Terrasni taxta deydi, mana basseynlarning oldida, daroshkalarning oldida, keyin stropilni taxtalarimiz bor. Barcha taxtamiz bor. Yaqinda bir yana 3 ta vagonimiz keladi. Bu yerda 3 ta vagon tushirilgan bizlar. Narxga kelgan bo'lsa-ga, narxi sasnaga qaraganda bir xil ketibdi. Shu sasna hisoblab chiqqanimizda 120 ming kvadratli bo'lsa-ga, bu ham 120 ming kvadratli tushyapti. Hurmatli mijozlar, bizlarga assortimentimiz katta. Buni bitta ko'rsatish uchun qalinligi bor 27 lik, qalinligi bor 35 lik, qalinligi bor 20 lik. Bu mahsulotimizni ishlatamiz saunaga, basseynga, keyin mana bu hayvonlarning tagida zinaga ishlatadi bu mahsulotlarimizni. Keyin bu mahsulotlarimizni ishlatadi. Ikkinchi etajda mansardni помещение deydi. Bizlarda listrinitsa, sosna angarskiy va kedr degan mahsulotlarimiz bor. Kelib ko'rib, mijozlar hammasini narx-navolarini tushuntirib beramiz. Ma'ruf aka, zina mahsulotlarini perila, porishni deyiladi. Balasni, porishni, stupen, shular ham mavjudmi sizda? Shit, to'g'rimi? Bor. Shunaqa mahsulotlarimiz ham bor. Keyin bizlarda mana shu ustolar akamizga ko'pincha ular shu sasna mahsulotlarini ishlatadi. Tomni yopayotgan paytida u qora mahsulotlarni ishlatyapti. Zaраженный degan, gribok degan narsa bor. Shunaqa mahsulot emas bizlarniki. Hammasi antiseptirivniy mahsulotlarimiz, sertifikatsiyadan o'tgan. Bu mahsulotlarimizni suvga tashlasangiz ham hech narsa bo'lmaydigan, ertaga tomingiz bir xil turadi. Keyin mana bunaqa momentlar bo'ladiki, jig'otlarimiz razmerlari bir xil, hammasi 27 bo'lsa 27 o'ynamaydigan razmerlar, hammasi kamerni sushka bu yerda va GOSTdan o'tgan razmerlarimiz. Hurmatli mijozlar, kelsangiz agar batafsil hammasini tushuntirib berib, sizlarga yaxshi narx qilib beramiz.